Uning ki bu harromi kitobini. Ekranlaringda ko'rib turgan bu harromi Meksika orqali Amerikaga o'tib, trak haydab, o'sha yerda borib bilgan po'qini yemoqda. Bu o'zbek. Uning sukayni pidarasini bolasi kitob bilan musulmonlarni musur kitobi manna qo'y pidaras, manna qo'y. Bu itdan bo'lganini bilishimiz kerak. Ota-onasini bilishimiz kerak kimligini. Meksikadan o'tib Amerikaga borib, bu harromi Qur'onni oyoq osti qilib, qo'pol qilib aytganda o'zini peshobi bilan unitazlarga tashlab, bu harromi butun musulmonlarning ustidan kulmoqda. Videoni qo'ldan kelgancha padilisa qilib tarqatinglarki, buni ota-onasi ko'rsin. Bu harromini hamma joyga tarqataylik aka-ukalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, faqat ko'rib qo'ysalaring, urmanglar, so'kmanglar. Buni Amerikada yurgan boyvachcha akalarimizdan iltimos, musulmon akalarimizdan iltimos. Buni ustidan jinoiy ish ochirib, O'zbekistonga deport qilinglar. Kitobini